Demak, mana Berlindan chiqib Flixtrain bilan Düsseldorf sentralga yetib keldik. Demak, Düsseldorf sentraldan endi bu yoqqa Eindhovenga 1,5 soatlik Flix basni kutib turibman. Birozdan keyin yo'lga chiqamiz. Demak, Düsseldorfdan Eindhovenga qarab hozir 8:41 Flixbusni kutib turibman. Mana Hauptbahnhof Düsseldorf sentraldan bu yoqgacha ozgina 300-400 metrlik yo'l ekan. Demak, bu Düsseldorf Central Bus Station. Mana Flixbus Bahnhof, ya'ni markaziy avtobus bekati. Berlinda sovuqroq edi, ertalab 5-6 gradus edi. Düsseldorfda hozir mana 13-14 gradus ekan. Temperatura ob-havo juda ham zo'r. Tramvaylar shaharda, har shaharda tramvay bor. Astanovkalarda yig'ilib qolgan chiqindilarni ham bunaqa mashina olib ketar ekan, yig'ishtirishga keldi hozir. Markaziy stansiyalarda odam ko'pligidan juda ko'p bu narsalar, chiqindilar tez yig'ilib qoladi. Shuning uchun tez-tez tozalab turish kerak. Flixbus biroz kechroq bo'lsa-da keldi. 5 minut kechikib. QR kodlarni skan qilib avtobusga chiqib olamiz. Eindhoven shahriga ham yetib kelib qoldik. Hozir markazga qarab katta yo'ldan shaharga qarab burilib, markazga qarab boryapmiz. Mana Gollandiyaga endi bahor kirib kelyapti. Ladies and gentlemen, we arrive at Eindhoven. Eindhovenga yetib keldik. Eindhoven Gollandiyada kichik shaharlardan bittasi. 'Mana shu bino 1930 yillarda qurilgan. 1930 yillarda qurilgan. Hozir 2025 yil. Eindhoven
Eindhovenni hokimiyati hisoblanadi. Chetdan kelganlar uchun ID karta qilib beradi. Nomi ham hozir yodimdan ko'tarildi. Mana shu joy Eindhovenni. Bu binoni orqasida Central Station bor. Eindhoven Central. Eindhoven shahriga ham yetib keldik mana. Bu yoqda to'g'rida Technical University of Eindhoven. Bu Eindhovenning ramzi. Bowling nimalari demak. Bu yoqda mana hokimiyati, immigratsiya ID'lar bilan ishlaydi. Bu yoqda ozgina yursa Antwerp Central.